Bu ishsiz qaranglar, akalar, вообще burchali joyda, o'ta qiyin joyda, Samarqandda Moturud degan joyda qilib tugatdik. Bu ishni faqat biz tunuka fonini qilib berdik. Ko'cha tomon darvozaxona, ichkari shapkalarini. Lekin ishni ko'ringlar, aka, вообще dahshat bo'lib bitdi. Mana ko'ringlar, qaranglar. Alkafon fasonga birga bir qilib, mana burchaklarini ham ideal qilib keltirib, qaranglar, burchagini qanaqa chiroyli kelgan. Va mana bu burchaklarini ham juda chiroyli holatda keltirib va mana tashqi burchaklarini ham keltirib, mana shu joyda o'zida sanasanglar bir 7 ta 8 ta burchak borda, bu qaranglar, mana bitta, ikkita, 3 ta burchak. Mana shu joy taraflarini chiroyli holatda qildi. Bugun mana Samarqand sentridagi ishimizni o'z nihoyasiga yetkazyapmiz. Bugun mana 11-avgust kuni ishimiz o'z nihoyasiga yetdi va mana bu kichkina joylarini ham chiroyli holatda qilib, вообще yopib, ideal qilib, qo'limizdan kelgancha shu ishni mana bugun bitkazib beryapmiz. Bu ishimiz Samarqandda. Xizmatlarimiz ves O'zbekiston bo'ylab. Endi sizlarga ichkari tomonlarini ko'rsataman. Hurmatli obunachilar, mana ichkarisi ham o'ta chiroyli holatda bo'lib, uy tushgan. Qaranglar, uyni o'zi proyekti zo'r, dahshat tushgan. Mana bu taraflarini endi biz tunuka fon qilib berdik. Hatto mana shu kichkina detal joylarini ham qo'ldan kelgancha ideal holatda qilib, mana o'z nihoyasiga bugun ishimizni yetkazyapmiz. Qaranglar, burchaklarini sifatiga. Material qalinligi 0.4 bo'lgan. Bu ishimizni xudo xolasa 11 kunda bitkazyapmiz. Chunki nimaga 11 kunda desanglar, manaqa arkali joylari bor. O'sha arkali joylarini ham mana qo'ldan kelgancha chiroyli qilib keltirib o'z nihoyasiga yetkazyapmiz. Qaranglar. Undan tashqari endi mana darvozaxonasiga manaqa qo'sqonli fason qilib berganmiz. Mana darvozaxonaga ham o'ta chiroyli bo'lib turibdi. 17 ga endi kabel tushadigan joyi edi, o'sha yerdan karnazini keyin qo'yib qo'yamiz. Lekin oppoq alkafonga o'xshab chiroyli holatda chiqdi mana. Qaranglar, akalar. Вообще chotki bo'ldi mana. Ishni sifatiga qarab baho berib ko'rasizlar. Undan tashqari bu tarafida ham tandir o'choqlar qildirgan ekan. O'sha o'choq taraflarini ham manaqa burchaklarini ham chotki keltirib, qirrada keltirib, devorlarning taylarini ham yopib, chiroyli qilib bitkazyapmiz mana. Bu tarafini ham o'zi chiroyli holatda qilib qo'ydik. Qaranglar, вообще chiroyli bo'ldi. Menga o'zi o'choqlar ham zo'r tushgan. Endi bu yerda remont bo'lyapti. Mana shu joyda remont qilishyapti, lekin biz qo'limizdan kelgancha tunuka fon ishimizni qilib beryapmiz mana. Endi bu ishimizni narxiga keladigan bo'lsak, bu ishimiz o'ta burchakli fason, juda predmetlari ko'p. Bu fason o'zi sложный bo'ladi. 180 ming so'mdan 1 kvadratini qilib beramiz, chunki juda burchakliligi uchun. Agar burchaga yo'q, bir etaj bo'lsa, bu fasonlar 160 ming, 150 ming so'mdan ham qilib beraveramiz. Chiroyli holatda bitadi. Xizmatlarimiz ves O'zbekiston bo'ylab. Lekin burchakliligi uchun bu ishlar qimmat turadi. O'shaning uchun qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib mana bizning bitkizyapmiz. Mana bu tepasini ham chiroyli qilib mana qaranglar, вообще boshqacha qilib koridorchalar, ayvonchalar qilib qo'ydik. Mana bu taraflarini ham tomga chiqishga xod qilib va mana bu tarafini ham o'ta o'shaqa narsa qilib do'ppilarini yopishtirib qo'ysak bo'ldi. Hozir ish jarayonlari davom etyapti. Sizlarga to'liq informatsiyasini beraman. Mana ko'ringlar bu yog'ini. Mo devor tagini ham chiroyli qilib mana yopdik siliflarigacha. Keyin tepalarini ham chiroyli qilib nima qilib berdik. Ishimizni ko'rib baho berib qo'yaverasizlar. Ashi boshqacha holatda qilib bugun o'z nihoyasiga yetkazyapmiz. Qaranglar. Mana shu oxirigacha, mana shu lesa sig'maydigan joygacha shu narsa fasonni qilib berdik mana. Burchaklarini qaranglar, qanaqa chiroyli chiqqan. Kimda kim shunaqa tunuka fon xizmati bo'lsa, bemalol usta Habibulloh tunuka fon jamoasiga aloqaga chiqinglar, borib ko'rib o'lchab chiroyli qilib beramiz. Uyda gasidan faqat lesa, yemog'ichmo, yotoq joy qilib berdi. Qolgan barcha rasmoti bizdan. Material 0.4, reyka, peka, sho'rib, murublari hammasi bizdan shu fasonda qilib berdik. 11 kunda bitdi. Lekin bu joyga uji o'shnaqa 371 kvadrat atrofida lis ishlatdik. Lekin juda chiroyli holatda bu ishimizni mana nihoyasiga yetkazyapmiz. Havas qiladigan darajada bu bitdi. Kimda kim shunaqa tunuka fon qildirmoqchi bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab, qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston bo'ylab amalga oshadi. Sizlarning uyingizlarga borib, xonadoningizlarga borib, shunaqa chiroyli ishlarimizni xudo xolasa jamoamiz bilan birga bitkazib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Boshqa chiroyli fasonlarni qilib bitkazib, sizlarni rozi qilib chiqetamiz. Bu ishimiz Samarqandda. Ya'ni bizga o'zimiz Andijondamiz. Qayer bo'lishini qat'iy nazar kelishgan holatda
chiqib beraveramiz. U muammo emas ishdan. Xudo xolasa, turkalarimiz ham mana shunaqa chiroyli bo'lib, kelib chiroyli holatda mana bitkizamiz. Usta Habibullo Tunkafon jamoasi doim sizlarga xizmatinglarda. Lekin qaranglar, o'choqchi вообще dahshat chiqqan, darvozaxona mashina qo'yadigan joyi ham вообще qilich chiqqan lekin. Biz kuzatishda davom etasizlar.